Poytaxtimizda Inaprom Markaziy Osiyo xalqaro sanoat ko'rgazmasi tashkil etildi. Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi tomonidan an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan tadbir savdo-iqtisodiy hamkorlik borasida nafaqat mintaqaviy, balki global ahamiyatga ega platformaga aylanmoqda. Bu yil 6-chi bor o'tkazilayotgan mazkur nufuzli ko'rgazma mintaqani sanoat, investitsiya va texnologik hamkorlik markaziga aylantirish yo'lida muhim mexanizm sifatida shakllanib bormoqda. Buning uchun esa asoslar yetarli. O'zbekiston izchil ravishda sanoatlashtirish va texnologik yangilanish yo'lidan bormoqda. Mamlakat xomashyo modelidan yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishga o'tmoqda. Ko'rgazma sanoatning barcha yo'nalishlarini mashinasozlik, kimyo, energetika, qishloq xo'jaligi, farmatsevtikadan tortib, murakkab sanoat uskunalari va ishlab chiqarish avtomatlashtirishgacha bo'lgan barcha jarayonlarni qamrab olgan. Ishtirokchilar geografiyasi ham kengaygan. Aynan bizning ekspozitsiyada standartlashtirish, metrologiya, texnik tartibga solish, muvofiqlikni baholash sohasidagi sanoat bilan ishlaydigan nuqtalarimizni ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Aynan bu ishlanmalarda, bu texnologik yangiliklarda bizda rossiyalik partnyorlarimiz juda ham ko'p. Asosiysi bu Rosstandart agentligi. Ko'rib turganingizdek, Rosstandart agentligi bilan hamkorlikda va Rossiyaning bir qator yirik sanoat korxonalari bilan biz ishlanmalarni tijoratlashtirishni yo'lga qo'ydik. Albatta bu ishlanmalar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, O'zbekistondagi know-how hisoblanadi va aynan sinov jarayonlarida, o'lchash jarayonlarida import o'rnini bosuvchi uskunalar deb ta'rifladik bularni. Ko'rgazma doirasida O'zbekistondagi sanoat korxonalar vakillari bilan ham uchrashuvlar o'tkazildi. Aynan sanoat korxonalaridagi uskunalarni modernizatsiya qilish, takomillashtirish, yangi xalqaro standartlarni joriy qilish, umuman bozordagi vaziyat, ya'ni bozor nazoratini yo'lga qo'yish kabi bir qancha masalalarni ham kelishib oldik. O'zbekiston milliy stendi esa mamlakatning ichki sanoat salohiyati tobora kengayib borayotganini ko'rsatadi. Bu nafaqat eksport imkoniyatlarini namoyish etish, balki yangi investitsiyalarni jalb qilish uchun ham muhim imkoniyatdir. Bu ko'rgazma bizga xalqaro hamkorlarni jalb qilishga yordam beradi hamda yangi yetkazib beruvchilar yoki bo'lmasa yangi xaridorlarimizni joyida gaplashib, ko'rishib, shartnomalar hamda memorandumlar imzolashga yordam beradi. Bu ko'rgazmani ahamiyatidan biri biz har yili o'zimiz yangi mahsulotlarimizni olib chiqqanimizdek, bu yil ham yangi mahsulotlarimizni olib chiqdik. Bu issiqlik nasoslari yoki uylarga qo'yiladigan issiqlik punktlari hamda boshqa ekologik mahsulotlarimizni ko'rsatganmiz. Bu albatta bozorga qiziq bo'ladigan bitamiz, chunki hozirgi O'zbekistonda mana shu mahsulotlarga juda ham talab yuqori bo'lib, yildan-yil oshib ketmoqda va bu albatta shu biznes sferada yangicha yo'nalish bo'ladi degan bitamiz. Kutilayotgan kelishuvlar esa ko'rgazmaning real iqtisodiy qarorlar qabul qilinadigan strategik platforma sifatidagi mavqeini yanada mustahkamlaydi.